Assalomu alaykum Azimjon aka, qalaysiz? Arvar toshxonasidamiz Azimjon aka. Ha, qaraydi. Azimjon aka. O'zi aylanaveradi. Ko'ryapsizmi? Aylanaveradi. Bunda ko'tarib qo'ysangiz, shundan ham yaxshi. Shashlik ko'rinsin deb pasaytirib qo'ydim. O'zi aylanaveradi. Azimjon aka, ko'ryapsizmi? Ha, taniysan. Po'latxon tog'amni taniysizmi Azimjon aka? Po'latxon. Qalaysan? Rasm olyapsizmi? Ha, video. Urno chiqmadi uni. Bezalatoq. Qirg'izga olib keldimmi? Qirg'izga bordim. Po'latxon tog'am. Sog' salomat bo'linglar. O'zlariga kelinglar. Pulingiz ko'paysin-da. O'g'illar tuzum tog'a? Ulug'bek bilan birga nimaga o'tdik? Qo'shga. Bu yoqdan Qirg'iz nimadan Xitoydan keldi-da, trener. Trenerni yoqqa olib o'tish uchun har birini mana o'shan apparat bor ekan, tekshirib, ichini rentgen qilar ekan. Odamni ham tekshirar ekan, to'g'ri. Aytingda nima bor? Keyin o'tsak, sart qilib kelgilar deb menga mana buni qilib chopon berdi. Chopon. Bu trener nima endi shag'al tashaydimi bunaqa? Trener mana Ulug'bek akalar o'ziga olib keldimi? yo'q. Yo'q, tushavering, kelavering. To'g'ri, bu yoqda o'ting. Ulug'bek akalar o'zi olib keldi Po'latxon tog'am. O'to'g'ri. Nimachi? Oldim. Mana Bishkekda ishlayapman-da. Bishkekda ishlayapman. Bishkekda? Yandexda ishlayapman. Yaxshi ishlayapti. Bo'lmasa ekan, yemaydi dedi. Haligi qo'l qiladigan itlardan ular. So'radim. Dushanbaga deydi-ku. Aytingiz-ku, dushanbaga kelsangiz olib kelib qo'yamiz. Buni Po'latxon tog'a. Mana qalpoq bor-ku. Bu qalpoqqa Qirg'izistonda juda ham obro'li odamlar kiyadi-da. Juda ham. O'shaning uchun sarflar deb turib menga tegdi-da u. Juda ham hurmat. Hurmat. Choponi ham juda chiroyli, she'rlar keldi. Bunisi berdi o'zi yo'q dedi. Hozir hali dopga o'rmaydi dedi. Sizga sovg'a qilishdi-da buni. Ha, sovg'a. Aka. Zamin emaslar. Ana ehtiyot tushib qolgan bo'lsa, u nima qiling? O'to'ring. Qadrli kishiga sovg'a qilishibdi. Bishkekda bo'ldim mana. Nimani O'sh viloyatini hokimi ekan. Akim derkan. O'sh hokimi? Ha, hokimi. Haligi O'sh juda bu yarmi o'zbek, yarmi qirg'iz ekan-da. Kelgilar deyapti, keyin siz kelibsiz dedi. So'rashdi. Uyg'urlar olib kelib berdi o'sha yergacha. O'shda rosa rivojlanish bo'lyapti-da. Rivojlanish bo'lyapti, lekin nuqul o'zbek ekan-da. Yarmi uyg'ur ekan. Qachon olib keldingiz turadi? Yomg'ir yog'di-ku mana endi, katta yomg'ir yog'di. O'sha kuni kirib keldik-da. Hamma yo'lda rentgenni o'tkazib, tekshirib, balonlargacha tekshirib. O'tdik 72 ming dollar pul to'ladi. 7200 dollar, 72 ming. Rastamoshkaba? Rastamoshka shuni qildi. Ana bittasi anaqa narsa kovlayapti. O'shanga neda zamina qilib sobiradada. Indamay o'tib ketmayinda 4 ta nom bilan ikkita shaklga olib borib assalomu alaykum. Turmanga baraka deb o'tib ketay deb turibman. Pattaxon bor, ana bu. Urganchilar pattaxon bor. Ha. Bu mashinada endi nima ish qilishadi Ulug'bek akalar? Yerda 20 ta ekskavator. 20 ta ekskavatorimiz bor. Bayda, Qoraqalpoqda, Navoiyda, Buxoroda, har bir joyda. Farg'onada, yo'q, Farg'onada. Katta ekskavatorlar bor-ku. 350 deydi. Ona kishilar mana ular ekskavator emas, bu kishilardan valeykum. Kraler ekskavator to'shiydi. Ha, to'shiydi. Shunlar bor, ona turibdi. Evakuator. Shuni evakuator deb bir kattasi. Ha, shuncha. Salomat bo'ling. Nima qilyapsiz? Videoga oldim-da sizga. Salomat yuring. Sog' bo'ling. Ha. Kelib turay mana shunaqa. Rahmat dada. Bo'pti. Bloger uka, qalay? Bloger ukamiz Instagramda partnashka qiladi-da. Ha, shunaqa. Sizlar. Ha. Sog' bo'lasizlar. Yangisida o'psim, yangisida?
Ha, zo'rakanda mana. Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Marvar Tosh markazidamiz. Adres manzilni birinchi aytib qo'yaylik. Bag' Nestle chorraha mana 50 metr shaharga ketish, Bag' Urganchga ketish. Hamma ovqatlardan bor. Somsa, shashlik, KFC, MFC har narsa bor. Kunduzi somsalar bo'ladi. Har xil zakazlar somsalar bor odam ichida. Kunduz. Hammasida KFC chakalarga gap yo'q. Hamma narsa bor. Magazin ham optoviy. Odamjondan boshqa hamma narsa bor, kelaverasizlar. Iskandar aka ham shu yerdalar. To'ldirib soling uka. Ajoyib. Himmati bor. Sizlarni assalomu alaykum azizlar. O'zimiz Namangondamiz. Namangan rayonidan chiqib kelyapmiz, shaharga kirib kelyapmiz. Ne'matjon degan joydamiz. Bu yog'imiz Nestle. Shahar tomon ketyapmiz. Shahar tomon ketyapmiz endi biz. Urganch. Va bu yerda bag'i Urganchi, bag'i Beshkapa. Ana shu yerda Marvarid degan do'kon kirib turaman. Birinchi o'rinda menga ma'qul kelgani muomala madaniyati. Yashar. Muomala, chiroyli muomala qiladi. Bolalar, mana shuni yo'qotmanglar. Bunaqa tovar hamma joyda bor. Hozir mahallalarning ichida ham bo'lib ketdi. Lekin muomala bo'lishi kerak. Muomala madaniyati. Muomalani chatog'imiz. Muomala chiroyli bo'lsa, ag'i chiroyli bo'laveradi. Gap. Marvaridga kelinglar. Sog' bo'ling, rahmat. Jigarlar, G'oyibullo akamizni to'yida meshat juda kuchayib ketdi. Qorin to'y biz Xudoga shukr deb uylavoramiz. Au! Sog' bo'lasizlar, xizmat eladimiz. Assalomu alaykum jigarlar. Rahimjon aka meva-chevalar makonidamiz. Lebba meva-cheva. Oshqoq-poshqoqlar bor mana. Birinchi manzilni aytib olaylik. Nestle chorrahada mana Nestle chorraha. Bag' shahar ketadi, Bag' Urganchga ketadi. Pendorlar 12 ming, mana 15 mingga 2 kilo. Mana 15 ming, mana 10 ming. Oq uzumlarimiz 20 ming, qizil uzum 15 ming. Mana 10 ming. Bunisi 5 ming. Mana 10 ming. Ana semirinki 10 mingga 3 kilo. Oshqoq kilosi 4 ming. Kelaverasizlar. Zakasni jigarlar. To'razini ham bo'risida, bo'ri to'raz deyiladi. Turli tuman dastavkalar bor. Telefon nomerlarimiz 88lik 351 22 25. Gap yo'qmi? Kelaverasizlar jigarlar, badashga qo'ying. Xizmat eladamiz, sog' bo'lasizlar. Au! Qantalar nech pul aka? 5 ming xolos. Zakaz mant. Ichida qo'y yog'i ham bor. Qo'y yog'i? Zo'r-ku. 15 mingdan. Mana. Qanchasi 15 ming o'zi? Kilosi 35 ming. Kilosi 35 ming. Mana dumbalari bilan mana bundaqa dumbalari ham bor ichida. Dumbalar. Manzil yo'qida bo'ladi. Manzil qayda o'zi? Manzil maktab yo'lida, 29-maktab yo'lida. Nestle'da? Nestle'da o'tkaziladi. Ozgina o'shlarimiz qoldi. Manti ham yaxshi o'tdi. Shashliklar ham bor ekanda. Bor. Hamma narsa bor. Gap yo'q. Shashliklar zakasni yo'q. Ustopochcha, to'rg'amchi 40 na shashliklar qancha? Hop, qirqmalarimiz 17 mingdan, kiyimlarimiz 16 ming. Mana 17 ming, nari qiymalar 16 mingda. Aydin Namangan aka shashliklar. Shashliklar zakasni yo'q. Limonlari, pomidorlari tovuqqa solib kutilga jo'natsa ham bo'ladi. KFC'ni kilosi 95 mingmi? Yana nimalar bor? Xoddolar bor. Yasha. Jo'lar zakasni yo'q.
Zakasmi? O. Pilli tikalayan. Vehiymet-ku. Telefon nomer Stopwatch. Telefon nomerlar 93li, ha. 795 795 1474 Ankara. 1474. Dastavkalar. Baş 15 mili öşümüz var. 15 mil roş. Yaşa. Salat palatlar ham bo'lib chiqilib. Salatlar bor, haber atsın. Yaşa. Sveyli salat. Yaşa. Ertalab 10 ga pishibdimi xudo xolasa? 10 yerim 11 ga pişedi. 10 yerim 11. Şorvalarımız ham qurulma şorva, qaynatma şorva. Parnisakitikalarga ham bo'laveradi, qaynatma. Qaynatma sho'rva? Ha, yaşa. Shashliklarimiz o'g'izda irib ketadi. Gap yo'q. Shashliklar ham zakasni yo'qanda. Chorsdagi madrasani, Milla qarasi madrasasini o'rtasidagi Mirzoxon shashlik uchun shashliklarda zakasni. O'shlar ham edin Namangan. O'shlar. Вообще. Bismillahirrahmanirrahim. Yoqimli ishtaha. Olamiz kelaverasizlar, ukalar. Sog'lik sizlar xizmatingizda. Assalomu alaykum jigarlar. Bek baraka oshxonasida Afg'on milliy taomlari, qovul afg'on. Mana xachapuri, chixambeli, hammasi Afg'on milliy taomlarda. Sheralosh tog'a hormaydi. Salomat bo'ling. Sen jo'sovmi? Yaxshi, rahmat. Oltin to'ylarni o'tkazib o'la. Oltin to'yi davom. Yaşa. Gap yo'q. Tenjaring sog' bo'lsin. Ko'plab ol. Afg'on milliy taomlar hammasi kelaverasizlar jigarlar. To'g'ri sheralosh taomlar. Gap yo'q. O'sham zakasni ekanda tog'a xudo xolasa. Gap yo'q. Kishmish, qo'yog'i, po'yog'i hamma narsa. Zakaz. Kakaxon shogirtlar. Rustamjon taomlarning eng yaxshi o'g'illar. Sheral tog'am oqibatlarga kelaverasizlar jigarlar. Shashliklar ham bir pasda turli tuman chiqadi. 20 xil shashlik chiqadi. Pishirib oldi, dimlan bosamiz. Qozon. Bunda qovurilgan. Qo'yog'ida qovurilgan kartoshkalar. Bundoq turib, Ha. buni. Bo'ldim. Ha. Mana chiqan belligini solinadi. Xachapuri, chixambeli, ha, aralashtiriladi. Gap. Bu shunaqa yoqimli taom bo'ladi. Ha. Mana. Gap yo'q. Endi buni yoniga mana. Jimbarni go'sht. Buni jimbarni. Mana. Hammasi Afg'on milliy taomlari. Ko'rdingizmi? Gap yo'q. Bu Afg'on milliy taomlarini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz degan ovqat shu-da. Ha. Eng sehrli joyini sizga ko'rsatib qo'yaymi? Ha. Mana uni qara, mana uni. Mana. Qani. Hoppa! Gap yo'q. Gap yo'q. Afg'onistonga deb o'shanga aytadi. Ha, sehrli joy. Afg'onlar uni g'ayb bo'ladi afg'onlar. Ha. Yaşa. Buni dimlanadi. Dimladik-da endi buni, ha? Dimladik.
Necha bitta pishadi? 20 minutda pishadi. Mana sochiqimiz qo'l bo'lib ketgan. Bundoq. Guruchlarni solyapmiz jigarni. Guruchlar lazır, guruchlar mana. Yaşa sekin, yaşa. Salat, chakarop, pakaroplarni ham любой turidan bor jigarlar, kelaydi. Dinnamangan. Somsalar ham bor. Samovarda qaynagan, perval choylari. Qancha bo'ldi? Qo'l bilan somsalari ham pishdi mana. Zakaz deymizlar. Zakaz. O bilan zakaz somsalar. Ustakalar yaxshi keldinglarmi? Ha, yashani. Mazasi qanaqa ekan somsal? Zo'r. Mana yeyapmiz. Chotki zo'r pishibdilar mana. Kelinglar. Yashan. O'tini ham eslab qo'yinglar. Shotlandiyalik qo'bilag'on somsalar. Mana chiqan beyliklar pishdi, chiqarasizlar jigarlar. Qarang. Gap yo'q. Ham endi sochiqi ham bo'ldi-da. Qo'y yo'qda bo'lganda bu. Yashan. Sochiqi ham. Mana ko'ryapsan? Mana tuz solyaptilar ustaka. Yo'q, qarabdan beri bo'ldi. Ana Zakasni o'shlab pishdi, afg'on oshlari chiqarasizlar jigarlar. Necha pulli shu? Gap yo'q.